Qochib bo'lmas ekan baribir. Bir kunda topishdi. Birovni mulkiy go'zallashtirish yaxshilik bilan tugamaydi oxiri. Poytaxtning Chilonzor tumani Yakkabog' mahallasi erta tong soat 6:00. Shu hududdagi ovqatlanish shoxobchasida ishlovchi fuqaro Choriyeva yoniga yaqinlashgan noma'lum shaxsni navbatdagi mijoz deb o'ylaydi. Ammo kutilmaganda u ayolning bo'ynidagi qiymati 10,200,000 so'm bo'lgan tilla taqinchog'ini yulib olib, noma'lum tomonga qochib ketadi. Jabrlanuvchi zudlik bilan ichki ishlar organlariga 102 raqami orqali murojaat qiladi. 5 minutga qolmay yetib keldi. Xodimlar hammasi ishga tushib ketdi. Oradan chiqqancha o'tmay xabar keldi, bola topildi deb. Ushbu holat yuzasidan tezkor qidiruv tadbirlari davomida 2006-yilda tug'ilgan Mamatqulov ushbu jinoyatni sodir etganligi aniqlandi va tezkor qidiruv tadbirlari davomida ushbu fuqaro Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida ushlandi. Ushbu holat yuzasidan hujjatlar rasmiylashtirib, Chilonzor tumani tergov bo'limiga taqdim etildi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu jinoyatni sodir etgan shaxs Qashqadaryo viloyatida yashovchi fuqaro bo'lib, u muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan sudlangan. Biroq tayinlangan jazodan o'ziga to'g'ri xulosa chiqarmasdan yana jinoyat yo'liga kirgan. Bugun Toshkent shahrining har bir hududi, mahallasi kuzatuv kameralari ostida. Jinoyat sodir etgan shaxs kameralar nigohidan yashirina olmaydi. Poytaxtga kelib, yengil daromad topish maqsadida jinoyat sodir etgan shaxslar uzoqqa qocha olmaydi. Bunga ushbu voqea yana bir bor misol bo'ldi. Talonchilik qilgan shaxs ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qisqa vaqt ichida qo'lga olindi va uning keyingi jinoiy faoliyati to'xtatib qolindi. Qochib bo'lmas ekan baribir. Bir kunda topishdi. Maslahat beraman, hech kim bunaqa ish qilmasligini, halol mehnat bilan yashash kerak ekan baribir. Birovni mulkiy go'zallashtirish yaxshilik bilan tugamaydi oxiri. Qilgan ishimdan pushaymonman, dushmanimga ravo ko'rmayman bunaqa holatda. Xalqimizdan, o'sha opadan ham hammadan kechirim so'rayman. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 166-moddasi, ya'ni talonchilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Uning yakuniga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Xodimlarimizga hammasiga topib bergani uchun hammasiga rahmat aytaman. Yosh bolalarga iltimosim, hech qachon birovning narsasiga ola qaramasin deyman. Jinoyat sodir etgan shaxs jazodan qochib qutula olmaydi. Mazkur holat yana bir bor shuni ko'rsatadiki, jamoat joylarida xavfsizlikka e'tiborli bo'lish va har qanday shubhali vaziyatda zudlik bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish jinoyatni issiq izidan fosh etishga xizmat qiladi.